Dışımızın tamamı hürmetli vatandaşım. Endimdak. Hazır. Hem de aksçe. Dallasım dedi 4. 5. avlatqa başlayımız tik yolu bilen özgürüşün degen. Hem de aksçe. Cungo Kompartiyası Amerika'nı tinç yolu bilen özgertmekte. Hem de aksçe. Cungo Kompartiyası Amerika'nı tinç yolu bilen özgertmekte. Ötke yıl Reis Xi Jinping Kompartiyanın çoğun matbuatının şihanesini gözden geçirdi. Akbarat xadimleri söhbete çakırdı. Ve o'zining Jungoning tushiyi deydigan ham xiyollarni tashqari dunyoga qartilgan tashviqot targ'ibotning ichiga elib kirishni bir mazmuniga aylantirish to'g'risida ko'rsatma berdi. Jungo matbuotining yer shari bo'yicha ta'sir paydo qilishini talab qildi. Ve oshkora oldi g'arb dunyosining qimmat qarashlariga qarshi jang e'lon qildi. Agar Jungoning mustabat sistemasi uzun muddatgacha muqim bo'ladigan bo'lsa, balki g'arb dunyosi Jungo Kompartiyasining ideologik tajovuz qilib kirishiga mas to'g'roq bo'lsa, tasavvur qilish qiyin emaski, yana 7-8 yildan keyin Amerika Jungo Kompartiyasining tinch yo'l bilan o'zgartishi orqali qaysi holga kelib qolar? Yani 7-8 yildan keyin Amerika Jungo Kompartiyasining tinch yo'l bilan o'zgartishi orqali qaysi holga kelib qolar? 12 ayning 10-kun Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisida Jungo qo'lni uzartib, alayda haybisni eksport qildi mavzu ostida o'tkazilgan guvohlik berish yig'ini Amerikada ma'muriyat doiralar va bilim sohasidagilarning qanchalik darajada ovoz qo'shish mumkinligi texi aniq emas. Bərabər Amerikada Jungo Kompartiyasının ideologik tajovuz qilib kirishiga zarbi berish chaqirig'i allaqachon yangradi. Diqqat vatandoshim. Bərabər Amerikada Jungo Kompartiyasının ideologik tajovuz qilib kirishiga zarbi berish chaqirig'i allaqachon yangradi. Amerika Davlat Majlisining chaqirig'ining prezidentdan tortib fuqarolarigacha barliq tatlıq uyquda yatqan Amerikalılarni tatlıq uyqudan uyg'otishini umid qilamiz. Diqqat vatandoshim. Amerika Davlat Majlisining chaqiriq qilishining prezidentdan tortib fuqarolarigacha barliq tatlıq uyquda yatqan Amerikalılarni tatlıq uyqudan uyg'otishini umid qilamiz. deydi yuqorqi maqolalar yozgan kishilar. Endilikda yana shuning qo'shimcha bir maqol yoki bir xabar, buni diqqat qilinglar vatandoshlar. Mavzu mundaq: Jungoning uzun qo'li tashqari dunyoga so'zildi. Mustabid tizimni eksport qilib, o'zining obrazini yasab chiqdi. Mavzuli xabar 12 ayning 15-kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Washington, Jungo ve Jungo'nun tashqari dunyoda ko'payayotgan ta'sir kuchi Washington siyosiy sahnasining diqqatini o'ziga tortdi. Diqqat vatandosh. Washington, Jungo ve Jungo'nun tashqari dunyoda ko'payayotgan ta'sir kuchi Washington siyosiy sahnasining diqqatini o'ziga tortdi. Amerika Qo'shma Shtatlari va ma'muriy doiralar Jungo komiteti 12 ayning 13-kuni Jungoning uzargan qo'li mavzusi ostida guvohlik ilish yig'ini o'tkazib, davlat majlisida Jungoning ta'sir kuchi boshqa davlatlarga qanday singib kirdi masalasini va Jungochi alaydilikka ega haybisini to'ydirmay eksport qilganligini muhokama qildi. Komitetning o'rtaq raisi guvohlik berish yig'inida Jungo hukumatining ta'sirini tashqi dunyoga kengaytirish maqsadi Jungoga aloqador muhim tarix va kishilik huquq xotirasini muhokama qilishni tekshirishga munosabatlik o'xshash Jungoni
tanqid qilish dolqinini cheklashga munosabatlik balki Jungoning ta'sir kuchi navbatda allaqachon yer shari bo'yicha har qaysi erkin davlatlarga singib kirdi deb ko'rsatdi. Diqqat vatandoshim, komitetning o'rtaq raisi senator Marco Rubio, maqol tilga ilinmagan ismni qo'shdim, ism bor edi esda. Guvohlik berish yig'inida Jungo hukumatining ta'sirini tashqi dunyoga kengaytirish maqsadi Jungoga aloqador muhim tarix va kishilik huquq xotirasini muhokama qilishni, tekshirishga munosabatli o'xshashli Jungoni tanqid qilish dolqinini cheklashga munosabatli balki Jungoning ta'sir kuchi navbatda allaqachon yer shari bo'yicha har qaysi erkin davlatlarga singib kirdi. Diqqat etadi. Jungoning ta'sir kuchi navbatda allaqachon yer shari bo'yicha har qaysi erkin davlatlarga singib kirdi. Senator Marco Rubio guvohlik berish yig'inida nutq so'zlab bunday ko'rsatdi. Jungo hukumati yetaklash, qo'rqitish yo'llari orqali siyosiy ta'sirni o'tkazib, nozik masalalarni muhokama qilishni kontrol qilib oldi. Siz bu jumlalarga e'tibor bering. Jungo hukumati yetaklash, aldash xarakterli yetaklash, qo'rqitish, popoza, vatandagi anani mundaq qilaman, vatandagi dadangni mundaq qilaman, vatandagi tuqqanlaringni mundaq qilaman. Bu qo'rqitish yo'llari orqali siyosiy ta'sirni o'tkazib, chet ellardagi kishilarga nozik masalalarni muhokama qilishni kontrol qilib oldi. Masalan, Jungo munosabatlik nozik masalalarni ko'tarib chiqishni, muhokama qilishni, mutolaa qilishni, muzokara qilish, mushu doirani kontrol qilib oldi, hurmatli vatandosh. Jungoning bu qiliqlari hamma yerda bor. Jungoning bu qiliqlari hamma yerda bor. Bu qiliqlar Amerika hamda biz bilan ko'z qarashi o'xshash ittifoqlashtirimizga intayin zo'r xirisilon qildi. Amerikadagi, Yaponiyadagi ittifoqlashlarga intayin zo'r xirisilon qildi. Jungoning uzargan qo'li allaqachon nurg'un davlatlarda hushyorlikni qo'zg'adi. Washington Post gazetining 12-oyning 10-kuni obzorda ko'rsatishga asoslanganda diqqat vatandoshim, davomini keyingi leksiyada anglaysizlar.